Assalomu alaykum. Yana mana qisqacha ma'lumot berib o'taman. Yangi kelikonlarga va yangi kelganlarga taxografni bilganimcha ozgina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Yosh haydovchilarimiz va yangi kelikonlar talablariga binoan mana ma'lumot berib o'tamiz. Taxografimiz mana shu holatda turibdi. Strelkamizni pastga bosamiz. Mana hozir 3 soatda 40 minut haydab keldim. Smena ochganimdan keyin 15 minut o'rtada pauza qildim. 6 minutdan beri molotokchaga, ya'ni vigruskaga turibdi. Hozir yana devatkamizni ko'ramiz. Devatkamiz 3 ta, vojdeniya desatka 2 ta. Devatka menda uncha ketmaydi. Bir o'zim haydaganim uchun ham 11 soatdan ko'p dam olaman. Общий время ham 10 soat, 9 soat ishlayman har kuni.